Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Pritsepimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Bu pritsepimiz razmeri eni 1.80, uzunligi 3.5 metr. O'ngga chapga ag'daradigan pritsep mini traktor uchun tayyorlanyapti. Pritsepimiz bortlar turlasi ham ochiladi va olinadigan variantda chiqadi xudo xolasa. Pritsepimizga silindrlar, katta teleshgan silindrlar qo'yilgan. Resorlarimiz 9 talik pachka holatda qo'yilgan. O'slarimiz rossiyskiy burovoy turbadan. Stupitsa diskalarimiz 20 metr organik qo'yilgan. Balonlarimiz 15 Cobalt kontinental baloni. Materiallarimiz hammasi konteyner materiallardan. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on. Telefon nomerlarimizni ekranga yozib qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Bu pritsepimiz Andijon viloyatiga tayyorlantirilgan pritsep. Bundan keyingi pritseplarimiz ham xudo xolasa ramalar, materiallar kelgan, zapchastlarimiz yetib kelgan. Stupitsalarimiz kelgan, diskalarimiz kelgan, kuruklarimiz kelgan. Mana joydan pritsepimiz tayyor bo'lyapti. Bu pritsepimiz ham xudo xolasa yonlariga listlarni qo'yib, buni ham bitqizdirib tomlarni olib beramiz. Pritsepimizni ham bitqizdirib, kraskalarni sepib, elektr chiroqlarini silindr shlankalarigacha montajni qilib tayyorlab beramiz. Buni ham videosini qo'yamiz. Videomiz kengroq tarqalishi uchun like, podpiska bosishinglar yaxshi bo'ladi. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.